3 may ertalab soat 7 Prezident Islom Karimov o'tirgan samolyot Toshkentdan Andijonga uchib ketdi. Soat 7:30 Andijonga yetib kelgan Prezident Karimov zudlik bilan shtab tuzdi. Avvalambor sizlar bilan maslahat qilib, ular bilan bamaslahat chora-tadbirlarni ko'zda tutib, undan keyin shu chora-tadbirlarni amalga oshirishga kirishishni aytaylik ma'qul topdim. Buni juda katta urg'u berib shu haqida aytmoqchiman. Shaharda kim yashaydi? Xalq yashaydi, aholi yashaydi. Shu aholini orzu niyatlarini bilmasdan turib, shu aholini kayfiyatini bilmasdan turib, bo'lgan voqealarga ularning munosabatini bilmasdan turib, qanday chora-tadbirlar ko'rishimiz mumkin? Ming harbiylar, ming askarlarni olib kelsang ham Andijonga hech qachon bular hech narsa qila olmaydi. Agarki shu Andijon muqaddas zaminida yashaydigan odamlarni, aholini, kayvonlarni, vakillarni, mahalla boshliqlarini, qariyalarni, faxriylarni fikrini bilmasam, ular bu voqealarga, bu xunuk, noxush voqealarga qanday qarayapti, kayfiyati qanday, munosabati qanday? Shunga suyanib, shunga tayanib, undan keyin bir chora-tadbir ko'rish.